Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, aynan ayolimiz bizga mana shu oyda boshida kelgan ekanlar va biza kista ko'rib bergan ekanmiz, folikulyar kista. Va hayz keltirish uchun dori-darmonlar yozib bergan ekanmiz. Hayz kelganlardan keyin keldilar va biz hozir ko'rdik. Hech qanday folikulyar kista yo'q, so'rilib ketgan. Shuning uchun agar kistalar bo'ladigan bo'lsa, birdan shoshish kerak emas. Uni qanaqa ekanligini bilish kerak. Masalan, endometrioidli kistalar bo'ladi. Ular uncha-munchaga umuman so'rilmaydi ular, ichi qattiq bo'lganligi uchun. Folikulyar kistalar o'zidan 1 oydan 3 oygacha so'rilishi mumkin. Faqat og'riq bermasa, sizni bezovta qilmasa. Gemorragik kistalar bo'ladi, ichida qon, har xil narsalar bo'lib, ularda ham so'rilishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun birinchi kistalarni bilishimiz kerak. Hayz kista, folikulyar kista bo'lsa, o'zi avtomatik so'rilishi mumkin. Ayolimizga ham hali hech qancha o'tgan yo'q. 6-kuni ko'rgan ekanman. Nechinchi kuni ko'rganman? 2-kuni ko'rgan ekanman. Bugun o'zi hali 15. Mana o'rtada bitta hayz ko'ryaptilar, o'zi hech qanaqa kista yo'q.